Muyassar Bayna, gepatit C bor ayol homiladorlikka qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Shuni aytib ketishim kerak, demak har bitta ayol o'zi homilador bo'lmasdan oldin albatta akusher-ginekolog nazoratida bo'lishi kerak va kelib kerak bo'lsa barcha analizlarni topshirish kerak. Unda analizlarni topshirish bu ayol uchun kerak bo'ladi. O'sha sog'lom onadan sog'lom bola tug'ilishini hisobga olganimizda, agarda ginekolog ruxsat bersa, bo'ldi homilador bo'lsang bo'ladi degandan keyin homilador bo'lish kerak. O'zi asosan biz ayollar kelib analiz topshirgan paytida bilamiz, u yerda C gepatit bormi, B gepatit bormi, shu analizlar natijasiga qarab turib davolashimiz kerak. Endi C gepatit bilan bo'lganda biz gepatologlar bilan birga olib boramiz. Har bitta naqasini gepatologlar ruxsat bergandan keyingina ularga homiladorlik ruxsat beriladi birinchidan. Keyin yana aytishim kerak, C gepatit bilan oldin to'g'ri bizda faqat kesarva deyilardi, hozir tabiiy yo'llar orqali ham tug'ishga ruxsat beriladi.